Assalomu alaykum, Tomorqachilik kanalining a'zolari, aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi kunimiz xudo xolasa Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani Yubek Agro korxonasiga keldik. Bu yerda asosan uzumchilik va shu ko'chatchilik bo'yicha shug'ullanishadigan ukamiz. Mana shu yerda tashkillashtirilgan juda ham ajoyib, hozir bir aylanib ko'rdim. Eng zo'r uzumlarda navlarini o'sha Yevropadan keltirgan navlar bilan shug'ullanar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomat. Siz aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Sog'lashga. YouTube kanallarda, boshqa Instagram, boshqa kanallarda ko'rib turamiz sizni. O'zim havas qilib keldim. O'sha qilayotgan turgan ishlaringizni doim kuzatib turamiz, telefonda, YouTube'da kuzatib turamizda. Qilgan odam ko'rsatadi, qilgan odam maqtanadi, qilgan odam o'sha natijani oxiri oqibat ko'rsatadi. Dehqonchilik bu juda ham zo'r kasb. Ayniqsa mana bizni uzumchilik bo'yicha qilayotgan ishlaringizga o'z o'qituvchiman 5 baho qo'yaman. Rahmat. Mana shu uzumchilik to'g'risida qilayotgan ishlaringiz haqida bir gapirib o'tsangizda obunachilarimiz juda ko'p uzumga qiziqadi-da. O'zim ham payvand qilaman, ko'paytiraman, lekin baribir mana hozirgi zamon talabiga javob beradigan, hozirgi shu bozor iqtisodiyoti, chet mamlakatda talab qiladigan navlar haqida ko'pchilik ham bilolmaydi-da. Shu haqida gapirib o'tsangiz uka. Rahmat. Avvalo assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, dehqon bog'bonlar, Tomorqachilik kanali obunachilari va bizni kuzatib yurganlar. Akamiz mana o'zlari ko'chatga keldi. Ko'chatga kelganman. Mana ko'chatlarni tayyorlab qo'ydik, xudo xolasa. Ko'chatlar masalasida endi ancha yildan beri yo'nalishimiz, sohamiz uzumchilik. Uzumchilikda o'zimiz bilgan narsani bu ommaga chiqarishligimiz bu maqtanish emas yoki boshqa narsa emas. Boshqalar ham o'rgansin, bilsin. Biz bilgan narsani bilsin degan maqsadda. Masalan, men 5 yil oldin payvand qilishni ko'rsatgan bo'lsam, o'zim internetdan ko'rib o'rganmaganman-da. Chunki o'zimizda 8 ta tog'am bo'lsa, hammasi uzumchi, mirishkor dehqon. Shular azaldan deylik 30 yildan beri payvandda yurgan. Ular ham internetdan ko'rmagan. Shu qiziqishi tufayli qilib o'rganib, o'rgatgan bizga. Shularning qo'lida o'rganib keyin buni o'rgataylik boshqalarga ham deb YouTube'ga birinchi videoyim payvand qilishni joylash bo'lganda, shuni orqasidan keyin hali qiziqish paydo bo'lgan, kelib mana shu orqali odamlar foydalanar ekan, o'rganar ekan. Mana shu ko'rib ko'pchilik o'rgandi. Xursandmiz bundan. Endi mana shu yo'nalishimiz uzumchilik bo'lgandan keyin albatta ko'pchilik ko'chat so'raydi-da. Albatta. Ko'chat so'raydi. Shu nimada ko'pchilik aldanadi. Yangi navdagi ko'chatlar kelib kimlardir biznes sifatida qarab boshqa navlarni ham shu nav deb sotib ko'pchilikni aldagan. O'zimiz guvohi bo'lganmiz. Dehqonlar keladi, falonchidan oldim, pistonchidan oldim. Hozir mana aytsak ko'p sirlar ochilib ketadi. O'sha mashhur odamlar maqtaydigan odamlarim hatto aldaganda. O'shaning uchun bo'lib turadi bunaqasi. Xalq, dehqonlar aldanmasligi uchun o'zimiz shu uzumchilik yo'nalishidamizmi? O'zimizni mahsulotimizni, qalamchalarni, o'zimizni materiallarimizni olib ko'chat qilamiz. Va mana shu ko'chatlarni mana xalqqa taqdim etib kelyapmiz. Bugungi kunda hozir 7 xil navdagi ko'chatlarni tayyorlaganmiz. Bu navlar aslida nav juda ko'p. Bizda 200 dan oshiq turdagi navlar bor. Uzumlar, lekin hammasi ham hozir katta miqdorda ekilib, ko'paytirilib, mana biz sharoitimizga to'g'ri keladi deb 100% ayta olmaymiz. Juda zo'r navlar bor. Faqat hozir avatar emas. Avatardan kerak bo'lsa zo'r navlar bor. Faqat uni biz ekib, tajribada ko'rishimiz kerak. Qani bizga oldin sinovdan o'tish kerak-da. Gektar qilganimizda ertaga bizga qoplamamizga to'g'ri keladimi? Bozorimiz talabi bormi unga? To'g'ri. Shularni o'rgangandan keyingina katta ob'yomda ko'chat tayyorlaymiz. O'shaning uchun bu yerdagi mana ko'rib turganingizdek ko'chatlar, uzumlarning navlari bu yerda.
shunchaki tayyorlab qo'ymaganmiz, ko'chatlarga sertifikat qilganmiz. Kimdir olib bizdan boshqa chiqadigan bo'lsa, shu sertifikat orqali bizni ustimizdan shikoyat qilishi mumkin. Biz javob beramiz nav chiqishiga. Hali kafolatlangan deydi-ku. Shunaqa. Keyin hozir siz ko'chat ekishni so'radingiz, o'stirishni so'radingiz. Mana shuni men sizga bitta ko'rsataman. Aziz obunachilar, mana shunday ko'chatni ko'pchilik holatda shu holatda olinadi, sotib olinadi, ekishda adashadi va keyingi agrotexnik ishlari bular qilish kerak bo'lgan ishlarga ozgina adashadi va quritib qo'yish hollari uchrab turadi. Shuning uchun hozir mutaxassis bilan gaplashamiz, aniq tushuntirib, chiroyli tushuntirib beradi. Mana shu holatda sotib olingan ko'chatlarni qanday parvarish qilinadi. Endi aka, buni men o'zim ekib ko'rganman. Mana shu holatdagi ko'chatni ko'pchilik aytishadi, hozir ham ko'chat eksa bo'ladimi deydi. Bizni fikrimizcha xuddi bahorda faqat ko'chat ekiladi degan fikr borda, lekin u noto'g'ri. To'g'ri, bahorda ekiladigan ko'chatlar kuzgi yerdan kovlab olingan ko'chatlar, ya'ni tomiri tuproqdan ajralgan, lekin buni tuprog'i o'zi bilan tomirlagan. Agar mana shuni hozir ekadigan bo'lsak, biz 1 yil yutamiz. Nima uchun? Hozir kuzda oladigan ko'chatni eksangiz ham kelasi yil bahorda ko'klaydi. Bu esa hozir tayyor tomirlagan va ko'klagan. Shu holatda davom etadi o'sish. Davom etadi. Buni o'stirishni yo'lini ham qarangda. Hozir mana deylik, biz o'zi 3 ta ko'zdan qilganmiz. Ba'zi 2 ta ko'zlar tepadan chiqib 2 ta ko'kargan bo'lsa, yaqinroq ko'rsating. Mana 2 ta ko'z ko'kargan. Hozir biz buni o'stirish uchun mana buni olishimiz kerak. Buni olish uchun tagidan o'pirib olmaymiz. Mana qaychi bo'lsa qaychida, bo'lmasa mana chimchilab olamiz. Kurtak qoldirishimiz kerak. Buni yarador qilib qo'yamiz tagidan o'pirib olsak. Mana qayerda shunday, o'sishi sekinlashadi-da. O'shaning uchun bitta mana ko'zni qo'yib tepasini olib tashlaymiz. Ana endi mana bu bachkalar chiqyapti, Mana bachka chiqyapti. Mana shuni ko'rsating. Mana shu bachkani ham tagidan olib tashlamaymiz. Mana bitta ko'zni qo'yamizda, mana uni olib tashlaymiz. O'suv nuqtasini olib tashlaymiz. Natijada mana bu zararlanmaydi. Qursa mana shu uch quriydi xolos. Quriydi. Mana ta'sir qilmaydi asosiy o'qqa. Mana bu ko'z uyg'onguncha mana o'sib ketadi. Biz bu yil shuni o'stirib olib, ularni pishirishga harakat qilamiz. Biologman. Juda zo'r ma'lumot bo'ldi. Har doim mana shu yerdan qayirib tashlardim-da men. O'shani o'zi shuni qayirardim. Endi hozir sizdan mana shuni bilib oldim. Aziz obunachilar, mana shu holatda qiladigan ishlardan biri mana shu uchini tegidan olmaslik kerak ekan. Uchrog'idan o'suv nuqtasini olsangiz bo'ldi. Bu kesilgandan keyin mana asosiy o'qqa kuch beradi va o'sishda davom etaveradi. Mana shu qo'ygan bachkamiz ham mana keyinchalik uyg'onib yana o'sishi mumkin. O'ssa yana olib tashlaysiz. Yana olmayveradi. Asosiy kuch bunga ketish kerak. Men o'zim tajribadan o'tkazganim, ekkanman, faqat suvga qaraysiz buni. Hech qanaqa dori berilmaydi. Bu yilgi yilda. Shu yilgi yilda. Faqatgina avgust oyida hamma daraxt ham, hamma novda o'sadigan vaqti bo'ladi. Avgust oyida ozgina karbamid berasiz, o'stirish uchun. Ungacha faqat har hafta 10 kunda suvlab turasiz. Suv berib tursangiz, sentyabrdan keyin suvni kamaytirasiz. Suv berishni kamaytirsangiz, nega? Mana bu novda pishishga harakat qiladi. Qizarib pishadi. Mana ular qishga bardoshli bo'lib tarbiyalash kerak. Agar bu pishmay ko'k holatda qoladigan bo'lsa, sovug'irishi mumkin. Sovuradi. Buni pishirishning yo'li suvdan tanqis qilishlik. Suvni qisqartirish. Mana shunga ham e'tibor beringlar. Demak, sentyabr oyida suvni sal hozir masalan bir hafta 10 kunda berayotgan bo'lsangiz, keyin kamida 15 kun bo'lsa 20 kunda berasiz. O'zi upaytgacha o'zi ancha moslashib qoladi. Moslashib qoladi, salqin ham tushib qoladi. Endi Sunnatulloh ildiz sistemasi haqida gapirib o'tib keting. Mana shuni ildizi qanday? Hozir masalan oddiy bitta mana shu ko'chatni ildizini ochib olmaylik. Hozir qarang. Mana shu holatda yana 1 oy stakanda saqlasangiz ham bo'ladi. Shu holatda. Faqat suvni endi buni tepadan bermaysizda. Hozir nariga boramiz, sizga qanday sug'orayotganimizni ko'rsataman. Va mana ekishga kech bo'ldimi deganlar uchun ham mana hozir zakazga ko'chat tayyorlayapmiz. Buni fermer akamiz katta maydonga ekmoqchi. Shunga tayyorlayotgan ko'chatlarni ko'rsatib, davomini o'sha yerda ko'rsataman, tushuntirsak. Bo'ladimi? Bo'ldi.
Bo'ldi, juda yaxshi. Men asosan gullam ekib turaman, bundoq qilamanda, mana shu stakanchik bo'ladi, gul. Yerga o'tkazadigan gullar, yer gullar. Suvga solib turamanda birpas yashigi bilan keyin chiqaramanda, shunda salafan yechib o'sha tayyorlangan joyga ekib ketaveraman. Xuddi shunday. Bu demak bu suv berish sal boshqacharoq. Shunday. Hozir naryoqda ko'rsataman. Hop. Davom etamiz kuzatishda. Uzumlarni tayyorlab qo'ydingizmi? Tayyor. Yesh. Hozir pulini berib olib ketamiz. Xudo xohlasa juda ham arzon ekan. Juda ham arzon. Narx-navoz to'g'risida bu yoqda aytasiz. Aytib o'tamiz. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etamiz. Mana uzumlarni ko'rib hayron bo'lib turibman. Hozir mana shu yigit keldi. Keyin bu yoqqa. Ben har doim yigit ekan. Realni klient. Hozir mana pulini berib turgan holati nima qildik? Mana uzumni ko'rsataylik, kelingda. Uzumni ko'raylik. Uzum to'g'ridan-to'g'ri hosil sariq novdadan qilganligi uchun to'g'ridan-to'g'ri hosillar ko'rsatilyapti mana. Hosillar ko'rinib turibdi. Endi aytib o'ting shuni. Xo'p, endi qarang, mana bu kungacha bo'lgan holati. Aha. Bu narsa biz aytayotgan narsani hamma aytavermaydi. Biz ochiq hammasini tushuntirishimiz kerak. Mana bu holatda agar siz ham yaqinroq kelsangiz ekasiz-ku. Shuni ustidan suv quysangiz hozir. Mana shilayinda qarang. Vaqtida chiqadi. Ha. Mana. Shuni suv quysangiz, qancha suv quysangiz ham bu kuymaydi. Mana tagidan oqib ketyapti, ko'rdingizmi? Aha, tagi teshik ekanda. Ha, tagi teshik. Aha. Ana endi bu mana qattiq bo'lib qolaveradi. Endi biz nima qilyapmiz? Biz yashikka shuni solyapmiz-da. Aha. Qani olib kelinglar-chi? Bitta yashikni ko'tarib keling. Bitta yashikni ko'tarib. Bitta yashik olib keling. Yashigi bilan shuni olib suvga botiryapmiz. Mana suvga. Ha, 1-2 minut turganda shimib suv ichadi. Aha. Mana. Olib keling. Zaxlab tagi bilan, ha? Ha. O ko'rsataylik mana Shundan keyin bir haftagacha chanqamaydi. Qarang. Shu holatda yaqinroq ko'rsating. Ha. Bu suv kamayibdi, suvga botiriladi. Tek suv bilan bo'ladi. Bo'g'ziga shamasi tagidan suv kirish kerak, to'g'rimi? Tagidan emas, ustidan kiradi. Hozir Ustidan kiradimi? Suv maskacha bo'lishi kerak. O'zi bitta ichiga suv. To'yib suv ichar ekanda. shunday. Bo'kib turibdi, bo'ktirib qo'ygan. Hozir mana shuni ko'taradi. Ha. Maza qilib suv ichdi. Ichidagi ildizlari ham, tuprog'i ham suvga to'ygan. Shu bilan bir hafta tursa, Bu suvda chanqamaydi. oddiy suvdan Oddiy suv. farqi bormi yo'qmi? Yo'q, hech qanaqa Ha, farqi yo'q. oddiy suv bo'lsa bo'ladi. Oddiy suv. Tog'orachaga qilib qilsa ham bo'ladi. Shunday. To'g'rimi? Yashik botish kerak-da. Ha, yashik. Mana suv ichgan ko'chatlar mana. Qarang, qanaqa yashnagan. Ha, Mana. Ko'chatlarning sifatiga qarang. Qo'yilma. Mana. Hozir shuni borib, Aha. biz shanba kuni buni chiqarib yuborsak, akalarimiz yana bir hafta saqlab Qancha zakaz bor hozir? Bu yerda ancha, bu 17 ming ton. Yo'q, ana hozir Samarqandga nechta jo'natyapsiz siz? 17 ming ton. 17 ming dona Samarqandga ketyapti Ha, ekan. Samarqandga. Demak, boqilyapti ekan. Yangi boqilyapti. Qo'yilma. Mana shu yerda o'sha 7 xil uzumni navlardan Assortiment qilingan. Mana shu hozir ko'rib turganingiz Red Globe. Ha. Nariga Red Lamborghini. Undan keyingisi Preobrazhenie. Akamiz ko'proq Preobrazheniega qiziqdi, ko'proq qismi o'shandan. Chillaki narsa yaxshi-da, Yeta pishadi. Tez daromad. Kasalliklar ham kuchayib ko'paygungacha hosil ham pishib yig'ishtirib oldim. Preobrazhenie 100-105 kunlik uzumda. Yo'g'i? O'shaning uchun bu 2-3 marta hosil qiladi. Masalan, birinchi hosilni iyun oyida terib olsangiz, iyun, avgust, sentyabr. Sentyabrda oxirida xuddi Husaynlar bilan birga yana pishadi. O'shaning uchun sex hosilligi, daromadi yuqori. Teplitsalardan ko'chat, ular ham zakaz uchun. Ular 1-2 kundan keyin ularni ham chiqarib yuboramiz. Hozir deyarli qolmadi, kam qoldi ko'chatimiz. So'raganlar uchun ham hozir ham topib beramiz, katta ob'yomda. Iyun oyi, may. O'zi qachondan boshlanadi sotishdi? Apreldan. Aprel, may, bundan keyingi oyda ham sotilaveradi. Ko'radi. Bunaqa holatda aytdimmi? Bemalol eksa bo'ladi. Shu yer muzlamasa bo'ladi. Yer, chunki buni tuprog'i tomiga yopishgan o'zi bilan-da. Bo'ldi, tushunadi. Juda yaxshi. Vegetativ ko'paytirishga kiradi, poyasini kesib olganligi uchun bu ana shuni holatda o'zgarmasdan genetik hosil berib ketaveradi, xuddi shu holatda. Masalan, qarangda, Teplitsamiz hozir
agar tashqaridagi havo 35 gradus bo'lsa, Tbilisimizda ichi 40 gradus. Ba'zilar aytishi mumkin, bizda taraflar issiq, o'lib qoladi bu ko'chat. Hech qanaqa xavotirga o'rin yo'q. Mana hozir mana shuni olib borib ekkanimizda video qilib ko'rsatamiz. Bu Samarqand shahri sazga ekanmiz. Xudo xolasa tashlab qo'yasiz, men ham foydalanaman ko'rib. Juda yaxshi. Xo'p, mana Xitoyga borib keldi dedi. Xitoydan olib kelingan, aynan o'sha yerda olib kelingan nimalar ham bormi sizning mashinalaringiz? Navlar kelasi yildan bo'ladi, yangi navlar. Bizdan qancha farq qiladi? Masalan, farq qiladigan bir deydigan tomoni bormi yo'qmi? Yo oddiy holatmi? Yevropa, Xitoylarda bizdan farq qiladigan tarafi ilmiy yondashadi. Biz tavakkal yondashamiz. Biz ko'proq dori bersak, ko'proq o'g'it bersak, ko'proq katta bo'ladi. Nafs o'lgur degan narsa borda. Chegarasizda. Endi harakat qilishimiz kerak ilmiy yondashishga. Haligi uzumni hosillarini olib tashlash deganni Sunnatulloh hozir aytdi. Uzumni hosillarini albatta olib tashlash kerak. Faqat o'suv nuqtasi mana shu ko'k novdani nima qilib bo'lsa ham rivojlantirib olish kerak. Boylab shu qishga tayyorgarlik ko'rib mana shunaqa sariq novdaga aylanish kerak. To'g'rimi? Hozir uzumni hosilini dediz-ku. Siz uzumni hosilini olib tashlash deganda ko'chatni bachkisini aytyapsizmi yoki yo'q, hozir hosilini yigit ketdingiz-ku. Ko'chatni hosili bo'lsa olib tashlash kerak. Olib tashlash kerak. Shunday. Men hozir aytmoqchisiz. Hozir ko'pchilik ko'rsatyapti, uni tozalash kerak, donni kesib tashlash kerak, mayda qilish kerak degan narsalar bor. U hamma navlarga shunday emas, bir xil emas. Deylik, mana o'zimizda mahalliy Husayni damizkilar bor. Uni qancha qo'yib bering, yetiltirib beradi, o'sha o'zini holatidek bo'ladi. Uni shingilni qisqartirib, donagini kamaytirib, donni katta qilaman deb harakat qilish kerak emas. Uni maxsus navlar bor. Ba'zi navlar, masalan, mana endi ayol guli bo'ladi. Ya'ni bizda endi Tojikistonda tojikchasiga guli zanona deydi. Ya'ni ayol gul. U degani mana Rizamat otada bor. U tabiiy ichida kichik dona bo'ladi. Ana shunday uzumlarni siyraklatsa, Rizamatda mayda donlar bo'ladi. O'sha mayda donlar deyapsizlar. O'sha mayda donlar tabiiy bo'ladi. Genida shunaqa bor. O'shanlarni masalan biz siyraklatishimiz mumkin, qaychilashimiz mumkin yoki giberlin orqali siyraklatishimiz mumkin. Bu degani hamma navga mana shunday qilish kerak, yondashish kerak degani emas. Hozir endi masalan chetda ko'rib kimdirlar ko'rsatyapti-da, mana boshqalar mana etini kesadi, buni kesadi, mana shuncha qoldiradi, uzum bo'ladi deydi. U o'sha navni qiladi. O'sha navga bog'liq, ular texnologiyasini biladi, qachon kesishdi, qancha qo'yishdi. Hammasini haligi oldingi ishlarni analiz qilib, o'rganib keyin qilgan. Biz tavakkal o'zimizni holati, biz o'zimizni qiladigan mahalliy navlarni qilayotgan sistemamizga Yevropani to'g'ridan to'g'ri texnologiyasini qo'llolmaymiz. Agar qo'llaydigan bo'lsak, bilim. Shunda avval ularning navini o'rganishimiz kerak, navini ekishimiz kerak, naviga qarab texnologiyasini ishlatishimiz kerak. Shunaqa. Ham zo'r ma'lumotlar. Ilmiy yondashadigan Sunnatulloh haqiqatan ham men qarang shu yo'dan olib kelingan navlarni masalan katta miqdorda ekilgan bog'larga sizlar borib doimiy taklifi bilanda borib nazorat qilib, ularni agrotexnikasi bilan, maslahat bilan yordam berib turasizlarmi? Kelishuv asosida bo'ladi-da, unaqa ishlar. Kelishuvimiz to'g'ri keladigan bo'lsa, ular maslahatlarini beramiz. Agar shunday oddiy maslahat so'raydigan bo'lsa, mana gruppamiz bor-ku, Telegram kirsa, biz javob bermasak boshqa bizdan nima deydi, mutaxassis insonlar ko'p. Biz o'zimiz jang mutaxassis emas. Bizdan ham zo'rlar. Sizni mana shu qilayotgan turgan ishlaringiz Alloh kuch-quvvat bersin. Bu xalqqa xizmat qilyapsiz-da. Juda ko'pchilik foydalanadi. Kim bo'lsa shu nima yangi navlarda so'raveradi-da. Buni yetishtirish uchun albatta ozgina mana shunaqa bilimlar bo'lmasa, o'rganmasa, hani 25 ming dediz-a? 25 ming olyapti. Sotilyapti. 25 ming avatar. 10 donasi 250 ming. Mingtasi 2,5 million degan gapda, to'g'rimi? Buni olgandan keyin quritib qo'ysa, achinadi-da. Shuning uchun mana shu bilimlarda, ilmlarda, tavsiyalarda
bilmaslik iloji yo'q. Bilish kerak. O'rganish kerak. O'rganish kerak. Telegram guruhlarda, YouTube kanallarida ma'lumotlar bor, boshqalardan ham. Xullas, ko'chat olgan odam shuni ustida ko'proq e'tibor berib, shug'ullanasizlar, o'rganasizlar. Sunnatulloh, o'zim yetishtiruvchilarga qanday bir maslahatlaringiz bor, tavsiyalaringiz bor? Nima deysiz? Endi agar qabul qilishsa, o'zimiz katta mutaxassis emas, imkon qadar tajribamizga suyangan holda bozor talab qiladigan navda qilish kerak. Biz masalan yangi navlarni qilish kerak, to'g'ri, urug'siz yangi navlarga yo'nalishimiz kerak. Yangi navlarni qilishlik uchun eski qilayotgan eski amallarimizdan voz kechishimiz kerak. Voy, zo'r gap bo'ldi. Chunki yangi navlarni biz o'zimizni yondashishimiz bo'yicha qila olmaymiz. Tagiga xohlagancha go'ng, xohlagancha dori berildi. Uni yerda analizini, aytgandek barg analizlarini o'rganib, kimyoviy holatini, hamma holatlardan kelib chiqib, keyin qilishimiz kerak. Biz hozir mana uzum qilyapmiz, biz O'rta Osiyoda zo'r uzumchimiz, masalan, Rizamat ota degan uzumimiz bor deb maqtanamiz, lekin kim deylik Germaniyaga yo Yaponiyaga yo Yevropaga uzum eksport qilyapti? Qisa Rossiyaga qilyapti, Qozog'istonga, qo'shni davlatlar. Shu haqqa chiqish uchun biz o'shalar talabiga mos uzum qilishimiz kerak. To'g'ri. Glukozasi, sifati, katta kichikligi mayda, shakar 1x miqdori. Juda hozir talablar ko'p-da. Yevropada konkurensiya ko'p-da. Shuning uchun har bitta donga ishlashadi. Masalan, bir bosh uzumni tepasidagi shakar miqdori bilan pastdagi donning shakar miqdori bir xil bo'lmaydi. Agar 100 dona bo'lsa, demak, tepadagi donlar bilan pastdagi donlar tarkibi ikki xil farq qiladi. Shularni bir xil qilish uchun o'sha Yevropalar tepani qisqartiradi, pastni qisqartiradi, asosiy hosilni o'rtadan oladi. Bir xil bo'lish kerak. Tagidagi donni, tepadagi donni yeganda kimyoviy tarkibi, shirasi, organikasi, masalan, mana bizda ko'pchilik balki bilar, balki bilmas. Dehqon odam bozorga uzum olib borsa, tepasidan olib beradi. Agar bilgan odam, mana yeb ko'ring deydi. Shunday esa u shirin ekan deydi. Xaridor bilish kerak bo'lgan narsa tagidan olish kerak. Boshida tagidagi dondan olib yeb ko'rsa, biladi mazasi qanchalik. O'shani bilmaydi-da. Ba'zi biladigan klientlar, katta ob'yemda yuk olib yurganlar biladi, tagidan olib yeb ko'radi. Dehqon bo'lsa tepasidan uzib beradi. Qoyilman. Bu ham zo'r ma'lumotlar bo'ldi. Yashang. Hop. Albatta, mana shunday bilimli, ilmli bolalardan olgan odam hech qachon zarar qilmaydi. Albatta, bu uzumchilik sohasida qiladigan ishlarimiz hali ko'p, hali yetib turibdi mana. Hali hech narsani buncha bilimga ega emasmiz. Buni tobora o'rganib boraveramiz. Biz mana shunday ukalarimizdan doimiy kuzatib boringlar, o'rganinglar. YouTube kanallarida, Telegram kanallarini doim kuzatib, o'zlariga kerakli bo'lgan tavsiyalarni olasizlar. Sunnatulloh, sizga katta rahmat. Uzoq bo'lsin. Mana shunday keyingi ishlaringizda Alloh kuch-quvvat bersin. Bundan-da zo'r cho'qqilarga erishing. Rahmat. Xudo xolasa birgalikda. Meni obunachilarim ko'p, bizimchi ko'p so'raydi-da. Men mana shu yo'limni istayapman. Lakasa to'g'risida gapni qo'ying. Juda ham oson ekan topib kelish. Vodiy bilan Toshkent yo'li, Ohangaronni qayrilishi, bu Toshkent betonka deyiladi. Toshkent betonkadan shu ko'prikdan tushgan zahoti chapga kirib 7-8 kilometr, 7-8 kilometr yurilsa, mana shu joyga kelinadi. Toshkent tomondan keladigan bo'lsalaring, Ohangaronni ko'prigiga chiqmaysizda, o'ngga shunaqa kirasiz, shu yo'l yoqasida kelinsa, mana shu joyga kelinar ekan. Yubek Agro korxonasida uzumchilikka like bosamiz. Sog' bo'linglar. Foydali ma'lumot bo'lgan bo'lsa, juda zo'r ma'lumotlar bo'ldi. Ilmiy yondashdik hozir. Juda chuqur kirmadi-ku, lekin ancha yaxshi video bo'ldi. Kuzatishda davom etinglar, sog' omon bo'linglar. Rahmat.